Ushbu tadbir xalqimizning o'tmishga hurmati, ajdodlar xotirasiga ehtirom va inson qadri naqadar ulug' ekanini yosh avlod qalbiga singdirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Tadbirda Jizzax davlat pedagogika universitetining tajribali pedagog xodimlari, Milliy gvardiya Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiylari, Yuksalish maktabi o'qituvchilari hamda o'quvchilari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar 9-may sanasining tarixiy ahamiyati, tinchlikning qadriga yetish, ajdodlar jasorati va ularning yorqin xotirasini asrab-avaylash har bir insonning muqaddas burchi ekanini alohida ta'kidlab o'tishdi. Shuningdek, tadbirda yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni ma'naviy barkamol etib tarbiyalashda bunday tadbirlarning o'rni beqiyos ekani qayd etildi. Xotira bu nafaqat o'tmishni eslash, balki undan saboq olib, kelajakni to'g'ri yo'lga yo'naltirish ekanligi chuqur mazmunda tushuntirildi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etilib, milliy raqslar namoyish etildi. Badiiy chiqishlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, milliy qadriyatlarimizga bo'lgan faxr tuyg'usini yanada mustahkamladi. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan o'quvchilar va ishtirokchilar munosib rag'batlantirilib, ularga faxriy yorliqlar topshirildi. Bugungi tadbirni ahamiyatini aytmoqchiman. Mana maktab bolalari qatnashyapti. Maktab bolalarining mana shu ba'zi sinflardan qatnashishining juda katta ahamiyati bor. Biz ko'pincha o'ylaymiz-ku, ular hali tushunmaydi, ularga bunaqa narsalar uncha kerak emas degan fikrdamiz. Asliga qaraganda ularga mana hozirdan boshlash kerak ekan. Nega deganda, ularning dunyo qarashi kengaya boradi. Eshitganlaridan xulosa chiqara boshlaydi va keyingi tadbirlarga bu foydavor bo'ladi. Bugungi tadbirning mana bunday yaxshi tashkil qilinganligi va mening uchun bu maktablarda o'tkaziladi, lekin kutubxonada yosh bolalar bilan uchrashuvning mohiyatini juda qadrladim. Mazkur tadbir nafaqat insonlarni xotirlash, balki har bir ishtirokchi qalbida yorqin iz qoldirgan xotira va qadriyatlarning naqadar muqaddas ekanini yana bir bor namoyon etgan unutilmas lahzalarga boy bo'ldi.